Farzandlari tomonidan Centrum Holiday'ning Marg'ilondagi bosh ofisidan 5-avgust Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizdan paketlar xarid qilishdi. Va biz jamoamiz bilan farzandlari tomonidan kutilmagan sovg'a qilish uchun sertifikat va sovg'alarimiz bilan uylariga Rishtonga yo'l oldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lar yaxshimi? Tuzimsiz? Joningiz sog'mi? Biz Centrum Holidays kompaniyasi o'z jamoamiz bilan birgalikda o'g'lingiz Firdavs aka va barcha o'g'illaringiz, kelinlaringiz, yaqinlaringiz nomidan sizga 14 kunlik umra safarimizni hadya qilishga keldik. Sultonov Ravshanjon hozirda 14 kunlik umra safari pulli bo'lsin, Xudo xolasa. Alloh chaqirgani rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Aytgancha bu Centrum Holidays kompaniyasi tomonidan har bir ziyoratchimizga ichida safarga kerak bo'ladigan ashyolar bilan to'ldirilgan chamadon, bu ham bonus sifatida qo'shib beryapmiz. Alloh akbar. Kunning o'zida ikkinchi lokatsiyaga keldik. Sizlar bilan birgalikda emotsiyalarni ko'ramiz. Nabiyev Saidal aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tuzimsiz? Centrum Holidays kompaniyasidan 14 kunlik umra safari yo'llanmasi aka. Alloh bargohida qabul qilsin, yo'llaring bexatar bo'lsin. Tohiraliyev Abdulloh. Abdulloh katta ziyoratchimiz ekanlar. Assalomu alaykum. Katta ziyoratchimiz. Mana, mashalloh, ilohim Allohdan rahmat. Nabiyeva Husnidaxon opajon, tabriklayman. Turkiya safarlaringiz baxtli. Haydar aka, sog' bo'linglar. Alloh xolasa yo'llaring bexatar bo'lsin. Qayta-qayta borishni nasib qilsin. Taqsim qolganlar salomat. Alloh akbar.